To'g'risini ayting, domingizni sotib biroz kengaytirish niyatida yuribsiz. Xonadoningizni kattalashtirmoqchisiz, oilangiz uchun, farzandlaringiz uchun komfortliroq xonadon qidirib yuribsiz. Siz uchun zo'r bitta variant topib qo'ydim. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar siz ham haqiqatdan domingizni sotib, umuman olganda xonadoningizni kengaytirmoqchi bo'lsangiz, xonadoningizni yangilamoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, fikringizni kutib qolaman. Siz uchun ajoyib taklifim bor. 6 ta xonali yashash maydoni 230 kvadrat metr yashash maydoniga ega bo'lgan 3 qavatli mana shu xonadonimizni bugun obzorini qilib beraman. Okalar, ayni damda men 3-qavatdaman. Bu xonadonimiz 6 ta xona plus hol, oshxona, podval, terrasa. Joydan juda ham unumli foydalanilgan. Okalar, mana bu joyimizda terrasaga chiqib urishimizda alohida bitta xona, xohlasangiz ufatli uchun alohida mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Va mana bu esa terrasasi bo'ladi. Terrasasi ham taxminan 50 kvadrat metr. Mazza qilib foydalansangiz, letniy kuxna qilishingiz uchun suv, svetlari, gazlari hamma udobsiyosini chiqarib qo'yishgan. Xonadonimiz qanday holatda topshiriladi desanglar, elektrik ishlari qilib beriladi, santexnika ishlari, topli pol ishlari, suvoy ishlari qilib beriladi. Akfaromlari qo'yib berildi, derazalari hamma sharoitlar qilib berildi. Ichkari holatini o'zingizni did ixtiyoringizga ko'ra remontlarni amalga oshirib olsangiz bo'ldi. Holatini ko'ryapsizlar, 0,83 sotix yer maydoniga qurilgan. 3 ta dona bor yo'g'i kottejimiz qurilgan. Okalar, suv, svet, gaz, kanalizatsiya mavjud. Atrofida barcha infrastrukturalar joylashgan. Yangi qurilgan zamonaviy mahallada joylashgan. Manzilga aniqlik kiritadigan bo'lsak, zamona to'yxonasining ro'parasidagi Qizg'aldoq mahallada joylashgan. Mehnat postdan kiradigan bo'lsanglar, mehnat postdan bor yo'g'i 1,9 kilometr masofa ichkarida ekan. Okalar, bemalol egalariga aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumotlar olib, narxini savdolashib, yana kelib tekshirib baraka qilsanglar bo'ladi. Xonadon shaxsan menga yoqdi. Okalar, bunaqa kichkina joydan unumli foydalanilgan odamni men birinchi marta ko'rdim. Siz ham kelib ko'ring. Bu xonadonni remont qilib yashasangiz, mazza qilib yashaysiz. Juda ham xonalari ko'p va xonalari ham katta-katta, keng qilib, imkon qadar chiroyli harakat qilingan. Egalar nomerlari yozilib, aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'ladi.